Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana dolzarb masala. Juda ko'pchilik so'rashadi, mana buni ustoz qanaqa qilishadi? Mana bu yerdan ikkitali akkord ushlasangiz minor, bittali notani ushlasa major, qanaqa qiladi shuni deb ko'pchilik so'rashadi-da. O'shanga men ko'rsatib bermoqchiman. 3 tali akkord ushlasa qanaqa nastroykadan qilinadi va ikkita qanaqa qilib qo'yiladi. Buning uchun bizga menyuga kiramiz. Menyu va global nastroyga kiramiz. Global bosganimizdan keyin mod preferences mana buni bosamiz. Bosganimizdan keyin one fingerga kiramiz. Mana misol uchun mana bu yerga kirsak, mana bu ko'rsatib qo'yibdi. Mana finger 3 tali notaga qo'yasanmi, bittalimi yoki one fingerga qo'yasanmi deb ko'rsatib qo'yibdi. 2 taliga qo'yadigan bo'lsa, mana bu turibdi to'g'ri. 3 taliga qo'yadigan bo'lsa, 3 tali akkordga qo'yadigan bo'lsa, mana buni bosib qo'yamiz. Mana bosib qo'ydik. 3 tali akkordga bosib qo'yganimizdan keyin tekshiramiz endi. Mana, agar 2 taliga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, mana buni yana bitta bosamiz. Bosganimizdan keyin one finger chiqadi mana. Finger mana yoqib qo'ysak. Mana. Yoqib qo'ysak, shu bilan mana 2 tali akkordga o'tadi. Mana tekshiramiz. Mana. Videom yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Shunaqa mana dolzarb masalalarni ko'rsatib boramiz. Bu Korpa 600 edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.